ustozga mana shu o'zini shogirdini muvaffaqiyatini ko'rish ancha baxt bo'lsa kerak. Bundan zo'r baxt bo'ladi. Mana qarang, shogirdingiz falon joyda, falon mansabda, falon nahoda ishlayapti degan bo'lsa, g'urur bilan esga olasiz. Sherzod Asadov masalan. Hozir prezident davomida ishlaydi masalan. Prezidentimiz Karimga suiqasd bo'lgan yili haligi talabalarning ichidan bizada 33 ta talabani haydadiydi. Siz mana shu jarayonlarda sizni haligacha o'ylantiradigan va savolini javobi topilmagan savollar bo'lganmi faoliyatingizda? Ilmiy ish shunaqaki, bir kunda yoki 2 kunda bo'ladigan ish emasda. Uni oylab chiqmasligi mumkin bir masalalar, yillab chiqmasligi mumkin. Ko'pchilik ilm bilan shug'ullanayotganlar ko'plari ma'lum bir davrda tashlab ketishga ham to'g'ri keladi. Ba'zan biz murakkab hayotda yashayotganimiz haqida aytamiz. Tabiiyki, jamiyat murakkab, rivojlanish murakkab, qolaversa texnologiyalar ham murakkab. Lekin kamdan kam o'ylaymiz, mana shu murakkabliklarni tushunish uchun biz qanday fikrlashimiz kerak? Tabiiyki, har qanday tizim bu bog'liqlik, har qanday qaror ortida oqibat bor. Har qanday model bu soddalashtirilgan haqiqatdir. Ma'noli fikrlash bizni voqelikni parchalab emas, yaxlit holda ko'rishga o'rgatadi. Buni nafaqat ilm, nafaqat madaniy tafakkur kerak, albatta insonni xohishi ham kerak. Bugun ustoz tajribasi podkastimizning navbatdagi mehmoni mana shu tafakkur maktabining vakili. Qolaversa o'zining ham pedagogik, ham ilmiy faoliyatida yuzlab shogirdlarni yetishtirib chiqargan. Undan tashqari tizimli tahlil va matematik modellashtirish kafedrasida ishlab, bugungi kunda mana shu ilmiy maktabni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shayotgan ustozimiz bilan suhbatlashamiz. Bu suhbat shunchaki ilm haqida emas, bu suhbatimiz shogirdlarning mas'uliyati haqida, madaniy tafakkur haqida, qolaversa ilmga sadoqat haqida bo'ladi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bugungi mehmonimiz professor Umriddin Dalabayev bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz bugungi podkastimizga. Va alaykum assalom, rahmat. Ustoz, keling bugungi podkastimizni boshlanishni sizni aynan mana shu ilmiy muhitga, ilmiy faoliyatingizga kirib kelgan davrdan boshlasak. Nima sababchi bo'lgan, nima omillar bo'lgan mana shu faoliyat bilan shug'ullanishingizga? Bilasizmi, menga qanaqadir hayot taqozosi bilan Moskva davlat universitetida o'qishga to'g'ri kelib qolganda, bizlarni akademik Bosim Qobilovich rahmatli bir Moskvadagi barcha yoshlarni yig'ib kibernetika institutiga kelinglar degan tashviqot bilan chiqdilar. Va shunda shu ilmiy ish qilinish kerak ekan degan fikr uyg'ongan menda. Va keyinchalik bitirib kelgandan keyin hayot taqozosi unga inoq qilmadi. Sababi universitet o'zida qolishga to'g'ri keldi, ishlashni davom ettirishga. Va keyingi bir qadam bo'ldiki, mexanika institutidagi kursdoshlarimiz mana shu ilmiy faoliyatga taklif qilishib, shu bilan boshlangan bizning mandagi. Shu ilmga bo'lgan munosabat, qiziqish shundan davom etgan. Mana ustoz, hozir aytib o'tdingiz, siz mustaqillikgacha bo'lgan davrda va mustaqillikdan keyingi davrda, xususan hozirgi zamonda ham ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelyapsiz. Ushbu ikkita muhitni solishtirganimizda eng katta farq nimada sizningcha? Bilasizmi, solishtirishda umuman olganda Isr davridagi holat, ilmiy yo'nalishlar bor. U markazdan boshqarilardi. Masalan, undagi muhit boshqacharoq edi. Keyinchalik masalan mustaqillik bo'lganimizdan keyin mustaqillikni mustahkamlash jarayoniga ko'proq urg'u berildi. Ilmiy ishga bo'lgan munosabat susaygan edi. Mustaqillikni o'sha 16-yillargacha bo'lgan davrda shunda ko'pchilik ilm bilan shug'ullanayotganlar ko'plari ma'lum bir davrda tashlab ketishga ham to'g'ri keldi. Va eng muhimi, keyinchalik mana hozirgi davrlarda ilmga bo'ladigan munosabat juda o'zgarib ketdi. Qiziqish ko'paydi, yoshlar ko'paydi. Ancha so'lib qolgan edi ungacha bo'lgan davrda. Hozirda bo'lgan munosabat yaxshi jonlandi va bu O'zbekistondagi ilm fanni rivojlanishiga katta qo'shadi degan fikrda men endi hozir. Hozirgi kunda imkoniyatlar ko'p deb aytmoqchisiz. Ancha imkoniyat ochildi. Iqtidorli yoshlar o'zini ilmda ko'rsatish uchun imkoniyatlar juda katta ochildi deb o'ylayman.
Rahmat ustoz. Ustoz, mana hozirgi davrda insonni hayotidagi qaysi muammolarni tizimli va tartibli yondashuvsiz hal qilib bo'lmaydi deb hisoblaysiz? Bilasizmi, bu faqat ko'p sohada bu shu murakkab sohalar borki, tizimli yondashishsiz iloji yo'q. Mana matematikada algoritm tushunchasi borda. Algoritm tushunchasida biror ishni boshlaganda, biror ishni qilmoqchisiz, siz shu algoritmini, tizimini tuzasiz. Ilmiy ish bo'ladimi, boshqa ish bo'ladimi? Hatto mana masalan biror mehmon kutasizmi, siz tizimli yondashasiz. Majburan siz tizimli yondashmasdan ilojingiz yo'q. Har bir ishda. Ya'ni ketma-ketlik, mukammal ketma-ketlik asosida siz biror rejalashtirasiz. Ilmdagi undan albatta. Ya'ni siz rejalashtirmasangiz, qaysidan keyin nimani qilishni bilmasangiz, tizimli yondashmasangiz bu imkoniyat. Murakkab jarayonlar iqtisodda bo'lsin, matematikada bo'lsin, fizikada bo'lsin, matematikada bo'lsin, hammasida tizimli yondashish bo'ladi. Albatta uni tizimli yondashganda demak ketma-ketligini aniq bilib, muvaffaqiyatlar yana orqasiga qaytishlar bo'ladi. Masalan, kutilgan natija chiqmasligi mumkin. O'ylagan natija chiqmasa, xatoni qayerda qilgansiz, nimaga xato yo'l qo'yilgan? Mana shularni aniqlashtirish uchun yana siz matematik jarayonni, matematik modelini qaytadan sinab ko'rishingizga to'g'ri keladi. Mana shu yerda, mana shu jarayonlarda, ijtimoiy jarayonlar bo'lsin, iqtisodiy jarayonlar bo'lsin, bu hammasida tizimli yondashishga to'g'ri keladi. Albatta tizimli yondashishsiz biror xulosaga, optimal xulosaga, optimallashtirish masalasiga yetib kelish amri mahol bo'ladi deb o'ylayman. Aha, tushunarli. Mana ustoz yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, ilmiy maktabni rivojlantirishda bugungi kunda o'z hissangiz qo'shib kelmoqdasiz. Savolim ham mana shundan iborat. O'zbekistonda ilmiy maktabni yaratish, rivojlantirishdagi eng muhim omillar nima? Bilasizmi, bu ilmiy maktab yaratishda ilm demak shu ilmni yo'naltiruvchi shaxsda keng qamrovli imkoniyati bo'lishi kerak. Keng qamrovli imkoniyat deganda demak salohiyati, maktab yaratishdagi demak imkoniyati bo'lishi kerak va yoshlarni o'z atrofiga jamlash masalasi bor. Yoshlarni qiziqtirish, shu sohaga qiziqqanlarini tanlash bu oddiy ish emas. Bunga ancha mehnat sarf qilishga to'g'ri keladigan jarayon bu. Eng muhim omillardan biri demak, birinchidan qiziqtirish uchun stimul bo'lish kerak-da. Demak, agarda bolalarda, talabalarda, yoshlarda bunga stimul bo'lmasa, qiziqish bo'lmasa, masalan, bo'ladigan harakat befoyda bo'lishi mumkin. Qiziqish demak, keyin muhit bo'lishi kerak. Ilmiy muhit bo'lmasa, ilmiy muhit demak atrofdagi yoshlar shu kafedradagi masalan biror yo'nalishda ishlayotganlar orasidagi muhit ilmiy muhit yaratilgan bo'lishi kerak. Ilmiy muhit yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ilmiy izlanuvchilarga oson kechadi, yangi muvaffaqiyatlar kutish o'ziga olib keladi, yangi muvaffaqiyatlarni olib kelish deb o'ylayman. Ustoz, mana yoshlar haqida gapirdingiz hozir va sizga savolimiz, siz shogirdlaringizni aynan qaysi xususiyatiga qarab tanlab olasiz? Uni qobiliyatigami yoki iqtidorigami yoki bilimiga qarabmi? Endi bilasizmi, bu shogirdlar hamma qobiliyatini bilan qobiliyati bo'lishi kerak. Endi qobiliyat masalan birinchidan mehnatkashligi, mehnatsevarligi eng muhim birinchi o'rinda birinchi o'rinda qo'yadiganim mehnatsevarligi. Ya'ni qo'yilgan masalani tartibli vaqtida bajarib keladigan yoshlar bo'lsa, ana shunisiga eng muhim asosiy omil bo'ladi deb o'ylayman. Yoshlarga bo'ladigan tanlashda bo'ladigan asosiy faktor, omil ularning mehnatkashligi. Qiyinchiliklardan qiynalmasdan, sabrli bo'lishi, qiynalmasdan shu sohaga o'zini urish. Chunki ilmiy ish shunaqaki bir kunda yoki 2 kunda bo'ladigan ish emas-da. Uni oylab chiqmasligi mumkin bir masalalar, yillab chiqmasligi mumkin.
ilmiy sabr talab qiladi, mehnat talab qiladi, qat'iy mehnat intizomi. Oddiy ishlarda-ku masalan ko'rinadi bir kunda masalan yer chopmoqchisizmi, darrov ko'rasiz. Ammo xursand bo'lasiz, yer qo'ydim. Ilmiy ishda unaqa emas. Afsuski, unga siz bir kun sarf qilasiz, 2 kun qilasiz, natija chiqmasligi mumkin. Uning uchun sabrli bo'lish kerak, qanoatliroq bo'lish kerak, mehnatkash bo'lish kerak, qat'iyat bilan ishlash to'g'ri keladi. Ustoz, mana o'zbeklarda bir maqol borda, ustozdan o'tmagan shogird emas deyishadi. Sizni ham shogirdlaringizni orasida mana shu shogirdim mendan ham o'zib ketgan deb hisoblaydigan shogirdlaringiz bormi? Yo'q, juda ko'p bunaqa shogirdlarimiz. Masalan, talabalarimiz bizlar afsuski bevosita matematika chiqazmaymiz-ku. Matematika kafedrasi bo'lganimiz bilan, lekin ixtiyoriy ayniqsa bizlar universitetga kelgan talabalar ichida juda ixtiyoriylar ko'p. Mana masalan, yaxshi anaqa bilan esga olaman. Kurator bo'lgan edim. Sherzod Asadov masalan. Hozir prezident davomida ishlaydi masalan. Kotibi. Shu men kurator bo'lganman shu talabaga. Keyin Azam Sardor degan talaba bor edi. Men hozir Akfa universitetida prorektor bo'lib ishlayapti. Professor bo'lib. Demak, bunaqa shogirdlar ko'p ishlayman. Masalan, chet elda yurgan shogirdlar bor, ba'zan suhbatlashib turamiz. Bunaqa shogirdlarimiz juda ko'p, ixtiyorli. Undan-da, bizlardan-da yuqori natijaga erishganlar ko'p, xudo xohlasa. Ustozga mana shu o'zini shogirdini muvaffaqiyatini ko'rish ancha baxt bo'lsa kerak. Bundan zo'r baxt bo'ladi. Mana qarang, ekkan daraxtingiz mevasini ko'rish qanchalik maza qilasiz. Bu undan ham endi shogirdingiz falon joyda, falon mansabda, falon naqada ishlayapti degan bo'lsa, g'urur bilan esga olasizda. Maqtanib naqaysiz yumbushga tushib, fikrli juda yaxshi taassurotga ega bo'lasizda. Mehnatingizni mahsulini ko'ryapsiz. Ha, albatta. Ustoz, mana o'zingiz ham ilmiy faoliyat bilan shug'ullangansiz va buni juda ham yaxshi tushunasiz. Ilmiy muhitda, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishda insonga sabr bilan intizom qanchalik muhim? Bu ayniqsa ilmiy bilan shug'ullanadigan yoshlarda intizom iqtidori juda muhim deb o'ylayman. Chunki agarda tizimli intizom bilan yondoshmasa talaba biror ishni bajarish uchun, qiladigan ishni amalga oshirish uchun u qilgan shunday intizomli bo'lish kerakki, u qilgan mehnatini natijasini ko'ra bila oladigan darajada bo'lish kerak. Intizomsiz natijaga umuman erishish o'zi amri mahol. Mehnat. Doim izlanishda bo'lish kerak-da, qat'iyatli bo'lish kerak, intizomli bo'lish kerak. Iqtidorli bo'lsa yana yaxshi. Lekin intizom natija olishning asosiy omillaridan biri. Natijani ko'rish uchun undan doim tartib, intizom, sabr ko'p talab qilinadi yoshlardan. Siz mana bugungi kunda nafaqat yoshlar, ko'pchilik insonlar mana shu sabr, intizom, qat'iyatga kelganda ancha no'noq holga kelib qolgan. Bunga sabab nima? Mana shu insonlar o'zida sabrni, intizomni odat qilish uchun nimalar bilan ko'proq shug'ullanish kerak deb hisoblaysiz? Bilasizmi, intizom bu men nazarimda Allohdan beradigan bir inom bo'lishi kerak deb o'ylayman. Intizomli, qat'iyat talaba, darsga to'la qatnashadigan, o'zini ustida ko'p ishlaydigan, sabrli, bu men nazarimda bir Alloh tomonidan beradigan bir inom. Talantga o'xshagan bir narsa deb o'ylayman. Demak, hammaga ham bu inom berilavermaydi deb o'ylayman. Masalan, mana iqtidorli artistlar bor, talantlari bor. Bu ham shunga o'xshagan bir qobiliyatki inom beriladi. Lekin albatta bu qobiliyatni ma'lum davrda sistematik ravishda shu bilan shug'ullanganda o'z sekin-sekin paydo bo'ladigan qobiliyat. Tartib bo'lish, intizomli bo'lish, yaxshi muvaffaqiyatda bir-ikki muvaffaqiyatni ko'rgandan keyin unga intilib, yana yangi muvaffaqiyatga intilishga omil bo'ladigan holatlarni o'zida rivojlantira oladiganlar ham ko'p. To'g'ri, yoshlar ichida. Endi hozirda yoshlar ichida mana bu aytdingiz
qiyinchilik. Bunga sabab mana hozirgi tuzumda, bozor iqtisodiyoti tuzumida shunday holatlar bo'lishi mumkinki, masalan masalan ishni boshlagan ishda qoqilgan bo'lishi mumkin. Yangi ishdan boshqa ishga o'tishda ko'p sohalarni egallashga to'g'ri kelib keladigan holatlar ham ko'pda. Qiyinchilik hozirgi davrda yoshlarga men shunday o'ylayman. Bizlarning vaqtimizda, yoshligimizda qoida bor edi, tartib bor edi, qanaqadir izchillik bor edi. O'qiysan, bitirasan, ishlaysan, doim unaqa tayyor ishing bor edi. Hozirda shu darajada unaqalar yo'nalishlar ko'pki, bu davrda qaysini asosiy deb olish ham yoshlarda ham muhim. Qaysisiga urg'uni berish kerak u yosh. Qaysini ketidan quvish kerak. Mana shu tomonlari ham bor. Yoshlarga shu tomondan qiyinchiligi bor shu tomonda. Ustoz, mana shu jarayonlarda sizni haligacha o'ylantiradigan va savolini javobi topilmagan savollar bo'lganmi faoliyatingizda? Haligacha mana shu haqida o'ylaysiz? Albatta, qarang-da. Bu ilmiy ishning o'zi shu. Ilmiy shunaqaki, bu shu o'ylantiradigan yechimi yo'qlarni siz izlaysiz. Yechimi bormikin, yechimi qanaqa bo'ladi? Bu shuning uchun u ilmiy ish qo'llanadi. Ilmiy ish shuning uchun ham ilmiy ishki, shu yechilmagan jarayonlarni modellashtirish, yo'lga qo'yish, avvaldan optimallashtirish masalalari juda muhim. Bu mana shu yechimi yo'q ishlar sizni rahbarlantiradi, yangi yo'lga boshlaydi va siz shu bilan hamohang bo'lib, shu bilan birgalikda ishingizni davom ettirishga majbur bo'lasiz. Ustoz, mana har bir inson biron bir loyiha boshlaydimi, faoliyat bilan shug'ullanadimi, albatta kamchiliklar bo'ladi, muvaffaqiyatsizliklar bo'ladi, xatolar bo'ladi. Mana shu vaqtda ilmiy faoliyatda ham ilmiy xatolar va muvaffaqiyatsizliklar shogirdni chalg'itadimi yoki bo'lmasam unga motivatsiya beradimi? Chalg'itadimi deganda u mana shu xatoni deb, qilgan xatosi, kamchiligini deb tushkunlikka tushib qoladimi? Ya'ni qaysi tomonlama shogirdga foyda keltiradi mana shu holat? O'ylayman, yaxshi savol. Men o'ylaymanki, bu ayniqsa matematikada, masalan, oddiy talabalar bo'lsa ham, oddiy anaqilarda noto'g'ri ishlab qo'ysa, noto'g'ri ishlasa, noto'g'ri javob olgan bo'lsa, chiqmagan bo'lsa, masalan, domlasi unga masalan aytish mumkin. Bu uni keyin qarang-da, qanday qilib munosabatga bog'liq. Shu talaba bilan, izlanuvchi bilan siz orasingizdagi bo'ladigan muloqotda uni qilgan xatoyi ham bir natija. Bu natija sizga turtki beradi. Qanaqa yondashishga, demak, ustozni vazifasi shuni to'g'ri yo'lga solishda, to'g'ri yo'lishda o'zini to'g'ri tuta bilishlik juda muhim. Endi masalan, sen bilmas ekansan deb uni qattiq xafa qilish maqsadga muvofiq emas. Unga yordam berib, masalan, agar siz shirin gap bilan bu bunaqa bo'lmaydi, buni manaqa yo'l bilan yechish kerak, manaqa qilsang manaqa bo'ladi, keyin manaqa yo'l yo'riqni ko'rsatsangiz, u ko'proq sizga kelib muammolarni aytish imkoniyatini tug'iladi. Agar siz boshida buning uchun noto'g'ri deb qattiq ogohlantirsangiz, undagi hafsala soviy boshlaydi. Shuning uchun talabaga bo'ladigan munosabatda talabani xato qilgan bo'lsa ham, xatoni ham rag'batlantirish imkonini topib, unga yo'l yo'riqni ko'rsatib, unga dalda bo'lib, uni yangi izlanishlarga undaydigan ko'nikmani unga singdirish kerak. Ana shundagina u yangi muvaffaqiyatlarga cho'chimasdan sizdan kelib so'rash imkoniyati bo'ladi. Biroq muammoni hal qilishda sizdan so'raydi, maslahat qiladi va shu bilan yangi muvaffaqiyatga erishish imkoniyati tug'iladi deb o'ylayman. Ustoz, mana hozirgi bermoqchi bo'lgan savolimni o'zimni hayotimdan desam ham bo'ladi. Sababi mana ilmiy izlanishda xato qilishdan qo'rqqan shogird bilan qanday ishlaysiz va ularga nimani tavsiya berasiz? O'zimda ham ko'p bo'ladi. Yangi bir ilmiy maqola yozaman degan vaqtimda yoki bir loyihada qatnashaman degan vaqtimda o'xsharmikin, o'xshamasmikin, xato qilib qo'ymasmikanman degan qo'rquvlar bo'ladi. Mana shu vaqtda nimani tavsiya qilasiz yoshlarga?
yoshlarga tavsiya qilaman, bu yerda birinchidan qo'rqmaslik kerak, qo'rqmasdan ildam qadam tashlash kerak. Birinchidan xato qilmaydigan odam inson yo'q. Farishta ham, farishtasi inson biz. Hamma insonlar xatoga yo'l qo'yadi. Xatoga yo'l qo'ygandan keyin xato qilmaydigan insonning o'zi yo'q. Shuning uchun yoshlarga qiladigan maslahatimiz shuki, qilgan xatodan qo'rqmaslik kerak. Xatoni to'g'rilash uchun bamaslahat. Mana Alisher Navoiyning gapi bor-ku, so'rab bo'lgan o'ziga javob. Yana shu fikrda turish kerakda. Bemalol agar xato qilaman deb siz bitta ishni qilmasdan yuraversangiz, uni oldiga siljish bo'lmaydi-da. Biror narsani borini bilgancha qilib borish kerakda, keyin yog'ini maslahat bilan yana yog'ini davom ettirish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Mana ustoz, sizningcha insonni ichki ruhiyati, qadriyatlari, uni ilmga bo'lgan qiziqishini qanchalik belgilab beradi? Bu katta belgilaydi. Masalan, insonni ichki tug'yoni, ichki qat'iyatligi, boya oldingi naqada ham aytdim, qat'iyatlik Allohdan bergan bir qobiliyat bo'lishi kerakki, bu juda muhim omil hisoblanadi. Ilmiy izlanishda tinmay mehnat qilish, tinmay izlanishda bo'lish, u shu oladigan natijani asosini hal qiladi deb o'ylayman. Masalan, bu orasida ustoz bilan shogird orasidagi buni formulasi bilmayman, formulasi yo'q ham-ku. Agar formulasi bo'lganda 1000% yordam beradi deb aytardim. Lekin aksariyat holda bu katta qat'iyatlik, ko'nikma, unga bo'ladigan vositalari, demak, mehnatkashligi, mehnatsevarligi, iqtidori, uning vosita, unga juda katta imkon beradi, yordam beradi. Mana shuni rivojlantirish, shu yoshda mana shunaqa holatlardan qo'rqmaslikka dalda berishi ustozlar bo'lishi kerak. Dalda berish kerak. Bu natija qo'rqib ish qiladigan bo'lsa, unda hadiksirab qolib, natijaga erishmasdan o'ylaguncha tenta ishni bitkazadi degan gap bor. Ana shunga o'xshab qo'rqmasdan ishni boshlaverish kerak ko'p narsa. Ustoz, mana siz bugungi kunda tajribalarga boy, o'zini muvaffaqiyatiga erishgan inson sifatida boshqa shaxslar ham muvaffaqiyatga erishishdagi eng muhim xislatlar nimalarda deb o'ylaysiz? Qat'iyatdami, halollikdami yoki bo'lmasam boshqa umumiy xususiyatlar bo'lishi kerakmi insonda? Bu antiqan savol. Insonda ilmiy ishga bo'ladigan munosabatda birinchi albatta qat'iyatli bo'lish kerak. Qat'iyat, ichki bir intilish. Shu ishni boshladimi, boshlagan ishini tashlab qo'ymasdan uzluksiz izlanishda bo'ladigan xususiyat bo'lishi kerak. Ya'ni mehnatsevarlik, sabr, toqat eng muhimi. Sabrsiz, ayniqsa mana ilmiy ishda sabr juda muhim. Aksariyat ishlarda ham sabr juda muhim rol o'ynaydi-ku, lekin ilmiy ishda sabr o'ziga xos xususiyatga ega. Chunki sabrli bo'lganda, sabr bilan biror natijani olish uchun sabrli yondoshadigan bo'lish kerak. Unda sabr, iqtidorlik hamohang bo'lib, qat'iyatlikni tug'diradi va qat'iyatlikni vositalar hisoblanadi. Ular shu vositalarni rivojlantirish yoshlarga katta muvaffaqiyat olib keladi deb o'ylayman. Demak, muvaffaqiyatning kaliti sabr, intizom, qat'iyatda demoqchisiz. Albatta. Ustoz, meni qiziqtirgan bir savol bor-da. Insonning ruhiy manbasi nima va mana shu ruhiy manbamizni biz qanaqa qilib rivojlantirib borsak bo'ladi? Qiyin savollardan biri bu. Ruhiy manbani, ruhiy holatni rivojlantirishda ruhan tetik bo'lish kerak. Birinchi navbatda ruhan tetik bo'lish uchun masalan
o'ziz fizkultura sport bilan shug'ullanish ham katta effekt beradi. Masalan, bir ishni boshladingiz, qiynalyapsiz, chiqmayapti, natija olmayapsiz. Ana shunda chalg'ish kerak. Ya'ni sport bilan shug'ullanish yoki sayr qilish, yangi bir muzika tinglash kabi holatlar sizga yordam beradi deb o'ylayman. Chunki ichida uyg'onma uxlab qolgan holatlarni charxlaydi. Ana shu sizga yordam beradi. Shuning uchun bu holatda mashq bilan shug'ullanish, fizkultura bilan shug'ullanish turgan maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Aha. Ustoz, menda yana bir savol bor. Shunda sizni ruhiy manbaingiz nima? Buni rivojlantirish uchun qaysi sport turlari bilan shug'ullanib turasiz kundalik hayotingizda? Ham jismonan, ham ma'naviy jihatdan buni yuksaltirib borishingiz, bu tabiiy holat, hozir o'zingiz ham aytib o'tyapsiz. Demak, inson o'zini ruhiy manbasini faqatgina ma'naviy jihatdan emas, jismoniy taraflarni ham rivojlantirib borish kerak. Va o'zingizni ruhiy manbaingiz qanday? Uni qanday rivojlantirasiz? Shaxsan o'zingizdan kelib chiqib misol keltirib bersangiz. O'zim ruhiy manbaimni rivojlantirishda men masalan har kuni hozir ayniqsa yoshlarda kerak bo'lmasligi mumkin. Ruhiy manbai doim ular tetik ruhan tetik bo'lib yuradi, sog'lig'i yaxshi. Mana yosh o'tgandan keyin boshlanadi har xil holatlar. Yani yosh o'tgandan keyin o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shunda ruhiy manbani jonlantirish uchun, uxlab qolmasligi uchun, ruhiy holatingiz tetik bo'lishi uchun, demak, doim mashq bilan qilib turish, mashq shug'ullanish. Masalan, men piyoda yurishni yoqtiraman. Har kuni 1,5 soat, 2 soatcha mashq qilib piyoda yurish menga odat bo'lib qolgan. Shundan keyin bunaqa o'zgaradi. Holatim o'zgaradi. Haligi yechilmagan masalalarni yechishga imkoniyat tug'iladi. Yana qayta haligi nerv tolalarini chertib, qanaqadir yangilanganday bo'lib turasiz. Men shunaqa deb o'ylayman. Menga katta yordam beradi shu. Bevosita piyoda yurib, mashq qilib. Albatta foydali piyoda yurish. Ustoz, bilasiz, O'tkir Hoshimovni 2 eshik orasi degan asari bor. Mana shu asarda adib aytadiki, 2 eshik orasi, ya'ni insonlarni bu eshikdan ikkinchi eshikka borar davrida albatta undan nimadir qolishi kerak. Yaxshi amallar, insoniyligi, insoniy fazilatlar qolishi kerak deydi. Sizni fikringiz qanday? Odamzod bu davrdan o'tar ekan, undan nima qoladi? Insonni insoniyligini belgilab beruvchi narsa nima sizningcha? Ya bu ko'p narsa, men qarang, bu oddiy falsafiy savol bu. Mana hayotda mana bitta daraxt ekdingiz, daraxt hosilini o'sdi, daraxt meva berdi, daraxtni hosilini olish sizga baxt, ruhan baxt bag'ishlaydi. Xuddi shunday qilgan ilmiy ishlaringiz, yozgan kitoblaringiz, asarlaringizni yosh avlod o'qisa, shunaqa asar bor ekan deb uni varaqlasa, bu sizdan qoladigan asosiy inom shunda. Chunki aytadiki, mana Alloh qancha umr bergandan keyin, oxirgi dunyoga rihlat qilganingizdan keyin sizga keladigan savob degan narsa bor. Savob nimadan? Sizni qurgan binolaringizdan, asfaltlashgan ko'chalaringizdan, boshqalar. Lekin ilmiy sohada ishlaydiganlar nimadan qoladi? Shu kitoblar qoladi. Shu kitoblarni o'qisa, shu maqolalarni kimdirlar o'qisa, ana shundan sizga savob kelib turadi. Mana shu asosiy bo'ladi deb o'ylayman. Ana shu kelajakda sizni qilgan ishingizdan, qilgan mehnatingizni natijasi kitoblar, asosan biz ilmiy sohada shug'ullanadiganlar asosan kitoblar va jurnallar, monografiyalar bo'ladi. Ularni o'qidimi yoshlar? Ana undan sizga savob kelaveradi. Eng asosiy inson uchun orqasida qoladigan farzandlari demakdan tashqari mana shular deb o'ylayman. Albatta. Ustoz, mana faoliyatingiz davomida, mana shu hayotingiz mobaynida har doim eslaganingizda kulib, chiroyli xotira bilan eslaydigan bir voqeanimi yoki bo'lmasa bir chiroyli xotirangiznimi aytib bersangiz? Bor unaqa xotiralar ko'p. Masalan, bittasini aytishim mumkin. Kurator edim.
kurator vaqtida kuratorligimiz kelishdikda kuratorlarni Samarqandga olib boradigan bo'ldik. Guruhimni, 20 tacha bola bor. Guruhimni Samarqandga olib boradigan bo'ldik. Olib bordik. Samarqandda bitta joy ertalab to'rlarda ketdik. Mana shu binoni oldida avtobus bordi, universitet avtobusida ketganimiz esimda bor. Shu yo'lda anaqaga Al-Buxoriyni ziyorat qilib o'tish, Samarqandga borguncha shu yerdan kiramiz deb rejalashtirdik. Kirdik, endi talabam domla bir tilovat qilib olmaymizmi endi, bu unaqa ruhi poki shu yerda-ku bu Al-Buxoriy. Men hali joy yaxshi unaqa yo'q tilovat qilishga. Xohlasangiz men tilovat qilib beraman dedi. Endi yaxshi dedim. Haligi talaba shu darajada rivoyat haligini qilgandan keyin lol qoldirdi-da meni. Endi men o'zim ochilib qoldi hali qilgan ishiga. O baraka topib, buni kim o'rgatdi sizga? Juda shirin bunaqa bilan tilovat bilan duo qildiki, endi hayron qoldim-da men endi. Ana shu hozirgi Sherzod Asadov bo'ladi. Ana shu prezident matbuot kotibi hozir shu bola shu qadam o'rgangan sayin bu darajada men hayron qoldirdim desam, shu maktabdan oldin uni shu domlaga borib o'qitib, o'rgatgan, shu yo'l bilan ketasan degan ekan shekilli, bu yerga kelib qolgan. Men shu qoldirgan. Ikkinchi bir unaqam hayron qoldirgan joylaridan biri kuratorman, boshqa bir guruh, boshqa yil ham dekanatda ishlardim. Dekan komandirovkada Amerikaga ketgan edi. Zamdekan edim. Haligi Karimga prezidentimiz Karimga suiqasd bo'lgan yili haligi talabalar ichidan bizada 33 ta talabani haydadiydi. Shu bilan sal bola qanaqadir aloqador bo'lgan joylari bor ekan. Ja, bevosita emas, qanaqadir unaqa bilan qilgan. Endi brikat chiqdi haydashga. Shu meni kurator guruhimda ham 3 ta talaba bor edi. Shu talabalarga men hayron qolardim. Hali kurator sohasida diniy masalalar bilan tortishib ketganda qoyilmaqom qilib tushuntirib berishardim-ku. O'zimcha o'ylardim, bir qadam biladi dedim. Birkas chiqdi, endi bular kurator sohasiga kelmasa kerak deb o'yladim. Yo'q, kurator sohasida o'tirishibdi uchalasi. Endi mavzu shu unaqada ketdi endi talabalar. Men savol, xo'p, baraka topkurlar. Universitetga kirish oson emas, qiyin edi, konkurs katta. Achinmaysizlarmi? Mana shu holga tushdinglar mana. Ya. Mana hayratga solgan nima? Domla, ustoz, bu Allohning sinovi-da bu. Bu nima bo'pti bu? Bu arzimaga bir sinovda. Shunga endi shunga qilish kerakmi? Xo'p, o'zi nimani xohlardinglar desam, qizi javob berishdi-da. Domla deydi. Keyin qaytish hamma unaqa bo'lgandan qayta tirilish degan anaqasi bor Qur'onda. Qayta tirilganda payg'ambarlardan ham oldin yuradigan yoshlar bo'lar ekan, shular qatorida bo'lishimizni xohlardik deydi. Men hang-mang bo'lib qolganman buni gapi javobidan keyin. Mana shu narsalar menga juda katta ta'sir qilib, taassurotimda hech ushmas iz bo'lib qolgan. Aha, mana ustoz, hozir bugungi yoshlarni 3 ta so'z bilan ta'riflash kerak bo'lsa, qaysi so'zlardan foydalangan bo'lardingiz? Ayni vaqtdagi yoshlarni ta'riflaganingizda. Birinchidan, umumiy insoniy qadriyatlarni ardoqlash. Umumiy insoniy qadriyatlar bor. Mana sabrli bo'lish, intizomli bo'lish, mehnatsevar bo'lish degan bilan ta'kidlardim. Ikkinchi, bu yoshlarga kelajakda oilani muqaddas ekanligini, muqaddas dargoh ekanligini, unga mumkin qadar gard yo'qtirmaslikka harakat qilishlarini tilab qolardim. Ustoz, mana hozir qarshingizda
25 yoshli Umriddin Dalabayev turgan bo'lsa, unga aytishingiz muhim bo'lgan 3 ta tavsiyangiz, maslahatingiz nima bo'lardi? Yana hozirgiga o'xshagan shu raqamni takrorlayman. Ya'ni shu sohani yana tanlarmidingiz? Yana ilmiy faoliyat bilan shug'ullangan bo'larmidingiz yoki bo'lmasam qiziqishlaringizni biroz o'zgartirgan bo'larmidingiz? Ilmiy sohani shuni o'zim tanlagan bo'lardim, chunki menga maktabda matematika o'qituvchisi katta iz qoldirgan. Matematika sohasiga yo'naltirishda Mahmud aka Jabborov degan domlamiz, ustozimiz juda katta shu o'gitlari, darsda o'tgan tutishlari, talablari mani shu sohaga undashga olib kelganda, shu sohani tanlashimda sababchilardan biri deb o'ylayman, menimcha. Hatto shunaqa bo'lgan. Agar shu paytda yana shuni yoshim shu yoshga kelib qolsa, baribir shuni tanlardim. Sababi qarangda, matematika shuda zo'r fanki, uni isboti bilan bo'ladi-da. Bitta narsa, masalan, bitta narsani aytganingizdan keyin agar a plus b barobar c bo'ladi desangiz, uni isboti bo'lsa bo'ldi, hech kim unga qarshi chiqolmaydi. Endi mana bu gumanitar sohada bitta narsani u yoqqa tortish ham mumkin, bu yoqqa ham tortish ham, xalqni talqin qilish mumkin. Shu nuqtai nazardan matematika boshqacha. Bekorga aniq fan emas. Shuning uchun aniq fan bitta qat'iyat, bitta yo'li bor. Isbot qilindimi, tamom shu asosiy. Shu nuqtai nazardan matematikani tanlagan bo'lardim deb o'ylayman. Ustoz, mana o'zingiz yozgan qo'llanmalaringiz, yozgan ilmiy ishlaringiz orasida o'zingiz eng yaxshi ko'rib, yoqtirganlaringizdan bittasini aytib bera olasizmi? Qisqacha mazmuni haqida bizga bo'lisha olasizmi? To'pi mazmuni haqidami? Ha. Yo'q, bu hozir ko'p, masalan, ko'p unaqa talabalarga atab yozilgan ko'p o'quv qo'llanma darsliklarimiz bor. Masalan, Fispayda ilgari bu yoqqa kelmasdan oldin ishlab yurganimda Fispay fakulteti fiziklar uchun yozgan kitoblarimiz bor edi. Matematikani fizikaga ishlatiladigan joylarga asoslangan. Va bu yerda esa bu yerga kelgandan keyin mana iqtisodchilar uchun kerak bo'lgan matematikani hisoblash 1, hisoblash 2 degan kitoblar yozdik. Shu kitoblar qo'llanyapti, talabalar ishlatyapti, foydalanyapti shu nuqtalardan, qo'llanmalardan deb o'ylayman. Endi monografiya endi ilmiy izlanuvchilar uchun bir ilmiy sohasi, shu sohasini ilmiy ishlarini rivojlantiraman deganlar uchun ilmiy asarlar yozilgan, chiqqan. Chet ellarda ham matbuotda chiqdi. Shu Xudoga shukr, shularni ko'rib xursand bo'lib yuramiz. Tavsiyalaringiz bormi yoshlarga? Bugungi kundagi zamonamiz yoshlariga nimani tavsiya qilasiz? Tavsiyammi? Tavsiya boya aytganimdek, tavsiyam sabrli bo'lish. Hozir bu qiyinchilik yoshlar uchun qiyin davrlarda, masalan, qiyinchilik shu ma'noda, mana bizlar ham shu qiyinchilik bo'lgan davrlar bo'lgan, esimda bor. Qotgan nonni ham qidirib yurgan vaqtlarimiz bo'lgan talabalik vaqtimizda. Shundan cho'chimaslik, sabrli bo'lish, eng muhimi qanoatli bo'lish muhim deb o'ylayman. Va mehnatsevar bo'lish. Dangasalikni yig'ishtirish kerakda. Va mehnat bilan shug'ullanishda o'z oldingizga niyat qilib qo'yish kerak. Doim izlanishda bo'lishga albatta kelajakda asqotadi, albatta yordam beradi deb o'ylayman. Rahmat ustoz, sizga kattakon. Hurmatli tinglovchilar, siz Ustoz tajribasi podkastini tingladingiz. Agarda ushbu suhbatimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta do'stlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi sonda ko'rishguncha salomat bo'ling.